Qarang, mana siz aytyapsiz-da, mana erimmi nima deyapsiz? Mana erimni sevgilisi borligini bilaman, tegmayman deyman, lekin telinni kovlagim kelaveradi. Ichidagi yozishmalarni ko'rib mazam qochyapti. Endi qarang, nimaga shunaqa bo'ladi? Mana shuni tushuntirib beraman. Bu nafaqat sizga, balkim boshqalarga ham bu zo'r narsa bo'ladi. Deylik, bu yerda insonni tanaviy reaksiyasi rol o'ynaydi. Misol uchun deylik, masalanda o'sha narsa sizni qalbingizni og'ritishini bilasiz. Dilingizni xira qilishini bilasiz. Haligi eringizni telefonni kovlab nimadirlardir topib olib, zapalini o'qisangiz, ko'rsangiz, daji ajrashib ketishingiz mumkinligini ham bilasiz. Tashqi tomondan agar mana shuni, masalan, tashqi tomondan olib qarasa, go'yoki siz o'zingiz azoblayotgan insonsiz. Lekin buni mexanizm tomondan qarasa nima deydigan bo'lsa, mexanizm tomondan qarasa bu tanaviy reaksiya. Ya'ni siz o'zingiz xohlamasangiz ham telefonga qo'lingiz ketib qolaveradi. O'zingiz xohlamasangiz ham o'zi nima qilyapti-kim, bitta tekshirib qo'yishim kerak. Bitta tekshirib ya'ni bora eringizni telefonini tekshirish vaqtinchalik tinchlik olib keladi, tekshirmaslik xavotir olib keladi. Va natijada nima deydi? Natijada nima bo'ladi? Tanada refleks paydo bo'ladi. Refleks. Misol uchun, refleks qanaqa degani deydigan bo'lsa, misol uchun aytaylik, bu odam bitta narsa uchib kelyapti, bunday qilasiz mana. Bunday qilasiz. Nimaga? Chunki uje ko'z o'zini himoya qilyapti, чтобы menga nimadir kirib ketib qolmasin degandek. Tanaviy reaksiya ham o'zi asli shunaqa narsa. Bu nima degani deydigan bo'lsa, o'sha eringizni telefoningizni tekshirishga majbur qilayotgan narsa bu nima desa, bu tashlab ketilishdan qo'rquv, yolg'iz qolishdan qo'rquv, keraksiz bo'lib qolishdan qo'rquv va qadrsiz bo'lib qolishdan qo'rquv. To'rtinchisi, hammada mana shunaqa qo'rquv har xil bo'ladi. Endi buni tanaviy reaksiya bilan nima aloqasi bor desa, tasavvur qiling, eringiz sizni tashab ketsa, nima bo'ladi? Siz qadrsiz bo'lib qolasiz, yoki bo'lmasam keraksiz insonga aylanasiz. Bu sizdagi og'riq. E'tibor bering. Bu sizdagi og'riq. Bu og'riqni sizni ongostingiz prekrasno tushunadi. Natijada nima qiladi deydigan bo'lsa, endi haligi savolingizga javob beraman. Nega o'sha holat sizga yoqmasa ham, e'tibor bering. Yoqmasa ham, eringizni telefonini kovlash sizga muammo keltirishni bilsangiz ham nima majbur qiladi deydigan bo'lsa, tashlab ketilishdan qo'rquv, keraksiz bo'lib qolishdan qo'rquv, qadrsiz bo'lib qolishdan qo'rquv. Mana shu paytda ongostingiz, to'xta, men bunga hozir ozor berib qo'yaman. Bularni hammasini o'qiydigan bo'lsa, misol uchun men o'qiydigan bo'lsam, meni o'zimni dilim og'riydi demaydi-da, himoya qilyapman deb o'ylaydi. Ya'ni tasavvur qiling, sizning ongostingizda erim meni tashab ketib qolsa, men qadrsizlik og'rig'i meni qiynaydi, keraksizlik og'rig'i meni qiynaydi deyapsiz-da. Keyin demak ongostingiz nima deydi? Sen hozir borib tekshirmasang, demak ering seni tashab ketib qolishi mumkin. Endi sen qadrsiz holatdamisan, keraksiz holatdamisan? Mana shuni hozir biz aniqlab olishimiz kerak. Tek qo'yib qo'ysang, ering yurib ketadi, tashlab ketadi, keyin sen qadrsiz bo'lib qolasan. Davay jangga chiq deb turib tanani ishga tushiradi. Natijada nima bo'ladi? Sizga vaziyat yoqmasligi mumkin, lekin ongostingiz, men o'zimni himoya qilyapman, чтобы men nazorat qilib turishim kerak, men doim kerakli ekanligimni, qadrli ekanligimni, qadrlimanmi, yo'qmi? Mana shuni nazorat qilib turishim kerak deb turib tanani ishga soladi. Natijada nima bo'ladi? Telefonni ko'rdingiz, zapalla bo'ldi, o'zi yig'i-sig'i, jang, balo, battar, chidasang shu, buf, qars, urush, janjal va hokazo bo'laveradi. Lekin ongosti, e'tibor bering, ongosti doim insonni himoya qilyapman degan pozitsiyada yashab keladi. Demak, o'sha narsani tekshirsam, men qadrli ekanligimni men nazoratimda ushlab turgan bo'laman deydi. Bundan chiqish uchun nima qilish kerak? Demak, e'tibor bering. Bundan chiqish uchun nima qilish kerak deydigan bo'lsa,
aslida demak tanaviy reaksiyani ishga tushirayotgan narsa nima ekan? Ong osti ekan. Ong osti nimani hisobiga ishga tushiryapti? Himoyani hisobiga. O'sha himoya nima deydigan bo'lsa, men o'shani bilishim kerak, keraklimanmi, qadrlimanmi, mana shu meni nazoratimda bo'lishi kerak. Ya'ni bu siz o'zingizni kerakli yoki keraksiz ekanligingizni, qadrli yoki qadrsiz ekanligingizni eringizga bog'lab qo'yganingiz natijasida sodir bo'lyapti. Endi bundan chiqish uchun nima qilish kerak deydigan bo'lsa, o'sha eringizga bog'lab qo'yilgan, e'tibor bering, eringizga bog'lab qo'yilgan qadrliman, mana shu inson menga vafo qilsa men qadrliman, mana shu inson mendan boshqasini demasa kerakliman degan hissiyotni, eringizga bog'langan hissiyotni o'zingizni qo'lingizga kimdir bunday qilib ushatib qo'yish kerak. Buni Tohir Jaysonov qila oladi. Uni berasa, man sevimli ayolman, qadrli ayolman va hokazo degan bir illyuziyada yashayverasiz. Mana shunaqa qilib meditatsiya qilib ko'rasiz, yozuvchilik qilib ko'rasiz, nafrat xati yozasiz, kechirim xati yozasiz yoki bo'lmasam o'zingizchasiga har nima qilib ko'rasiz. O'ylamayman. Yo'q. Men erimni haqida o'ylamayman. Men o'zim haqida o'ylashim kerak. Men telefonni olishni o'ylamayman. Men kelajagim haqida o'ylash kerak deb turib, u yopishqoq fikrni o'zingizga o'zingiz paydo qilib qo'yasiz. Misol uchun bu qanaqa bo'ladi deydigan bo'lsa, masalan, o'sha mana men sizga aytayapman, fil haqida o'ylamang deyapman. Provokatsion savol. Savol debman. Fil haqida o'ylamang desam, siz avtomatik fil haqida o'ylaysiz. Xuddi shunaqa, men erimni yurishi haqida o'ylamayman desiz, yurishi haqida o'ylaysiz. Men erimni meni tashab ketishi haqida o'ylamayman desiz, tashab ketishi haqida o'ylaysiz. Men o'zimni sevishim kerak, men o'zimni sevaman desiz, o'zingizni seva olmayotganligingiz haqida o'ylaysiz. Masalan, ovqatlanishim kerak deyapti bittasi. Demak, u odamning qorni och degani. Men o'zimni sevaman, men o'zimni sevishim kerak degani, men o'zimni hali seva olmayapman, o'zimga hali men yetarlicha mehr bera olmayapman degan bo'lasiz. Hammasini asosida nima turibdi deydigan bo'lsa, siz qadrni o'zingizdan eringizni qo'liga berib qo'yganingiz. Eringiz sizga yaxshi munosabat qiladigan bo'lsa, demak men qadrli ayol ekanman deb o'ylashingiz, yomon munosabatda bo'ladigan bo'lsa, qadrsiz ayol ekanman degan o'ylashingiz og'riq keltirishi natijasida shuncha muammo. Muammodan chiqishning yo'li juda ham oson. Bu faqat seans orqali hal bo'ladi. Ya'ni o'sha qadrni qachonki siz eringizni qo'lidan o'zingizni qo'lingizga olgandan keyin yoki kimdir sizga o'shani ushatib berib qo'ygandan keyin nima bo'ladi natijada? O'sha tana reaksiyasi o'chadi. Ha deydi, mana erimni yurmasligi, menga bo'lgan munosabati mana qadrimni belgilamaydi. Men qadrim o'zimni qo'limda-yu desiz, ong osti hali himoyani yoqmaydi. Telefonni kovla, nazorat qil, uni qil, buni qilni yoqmaydi. Yoqishdan maqsad nima bo'layotganida? Qadrini eringizga bog'lab qo'yganligingiz uchun u nima deydi? Doimiy nazoratni qo'lga olganida. Endi qachonki buni siz o'zingizni qo'lingizga olsangiz, bo'ldi, tana reaksiya o'chadi. Nimaga? Chunki himoya qiladigan narsa yo'q. Qadr o'zingizda, itak. Всё. Bu faqatgina seansda bo'ladi. Hech qanaqa meditatsiya, yozuv, boshqa narsa bo'lmaydi. Chunki ong anglash kerak. Boya bittasi yozdi, Ho'ponopono texnikasi ong ostini tozalaydimi? Ong ostini tozalaydimi degani nima degani? Ong ostini haqiqatdan tozalash bu qarorlarni o'zgartirish degani. Qarorlarni chiqaradigan manbani o'zgartirish uchun oldin o'sha manbani topib, keyin ssenariy almashtiriladi, keyin siz yangi ssenariyga muvofiq qaror qiladigan insonga aylanasiz. Men tushunmayman, yozuv qanaqasiga ong ostini tozalab hayotingizni yaxshilab berishingiz mumkinligiga. Buni iloji yo'q. Chunki hozirgi holat qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, buni biz natija deb oladigan bo'lsak, natijani keltirib chiqarayotgan narsa nima? Harakat. Harakatni keltirib chiqarayotgan narsa nima? Fikr. Fikrni keltirib chiqarayotgan nima deydigan bo'lsa, manba. Demak, qaror. Siz qaror qabul qilasiz, qarorga asoslangan holatda harakat qilasiz. Harakatingiz sizni natijangizni belgilaydi. Demak, bundan kelib chiqadiki, qaror o'zgarmasa, hayotingiz o'zgarmasligi bu aniq ko'rinib turibdi. Xo'p, modomiki shunday ekan, qarorni nima o'zgartiradi? Qarorni keltirib chiqarayotgan manbani topish kerak. Manba sizga qanaqa qaror qabul qilishingizga
nima deydi, yo'llanma berayotgan bo'lsa, o'shani manbani yo'llanmasi o'zgartiriladi, keyin qaroringiz o'zgaradi. Qaror o'zgargandan keyin harakat o'zgaradi. Harakat o'zgargandan keyin o'shanga bog'liq natija o'zgaradi. Qani bu yerda yozuvchi zona ahamiyati? Qani bu yerda shunchaki affirmatsiya, shunchaki ho'ponopononing ahamiyati qani? Vot. Hammasi juda sodda. Faqatgina professionallik bilan to'g'ri yondashish kerak. Haligi menga murojaat qilgan ayollar aytadi-da, palonchi psixologga bordim. Nima deydi? Bolaligim bilan ishladi, menimcha hammasi yaxshi, lekin nimadir o'zgarish bo'lmayapti, foydasi bo'lmayapti deydi. Jon opalar, jon singillar, bitta narsani tushuninglar. Bolalikka tushib qo'ydi, bolalikni kovladi degani muammoingiz yechilib qoldi degani emas. Bolaligingizda millionlagan voqea bo'lgan u. Har bitta kuningiz, har bitta daqiqa, soniyingiz bitta voqelik. Endi kimdir sizni bolaligingizga tushdi degani bu voqea yechilib qoldi degani emas. Asl mahorat qayerda desa, hozirgi muammoni keltirib chiqarayotgan manba bolalikdagi qaysi voqeaga borib qadaladi. Bu nimaga o'xshaydi aytaymi? Svet o'chib qolsa yo montaj jarayonida 100 minglagan shnorni ichidan to'g'ri shnorni topib, yo uni kesishni bilish, yo uni nima deydi, ulashni bilishdek gap. Bu uchun mahorat talab qilinadi. Professional bilim, tajriba talab qilinadi. Va bu bilan qanaqadir siz 100 talab psixologiya kitob o'qib tashlamaysizmi? O'zingizni blogingizni o'zingiz yecha olmaysiz. Tushunchangiz o'zgarishi mumkin. Ha, shu joyda xato qilyapman ekan deyishingiz mumkin. Lekin muammoni keltirib chiqarayotgan ildiz bu qarorda turadi. Qaror o'zgarmas ekan, boshqa hech narsa o'zgarmaydi. Telefonni kovlaysiz, boshqa bu oxiri eringizni joniga tegib, nima qilsang qil, xohlasam, ha, nima gaping bor, gaplashaman. Gaping bormi? Po'ygani meni telefonimni kovlaysanmi? Shuni xohlaganmiding? Shu narsa senga kerakmidi? Endi xohlasang katta ko'cha deydi. Natijada nima bo'ladi? Ketadigan joyingiz yo'q, keta olmaysiz. Ana undan keyin ana keta olmadingmi? Endi mashinday qilib o'tirasan deydi. Ya'ni siz noto'g'ri nazoratni qo'lga olganligingiz uchun oxiri oqibat bu sizga qadringizni, hurmatingizni yer bilan bitta qilishga olib kelib qo'yadi. Nima turibdi asosida? Qaror, ustanovka, ssenariy turibdi. Bolalikka tushdi degani ssenariy yechildi degani emas. Mahorat kerak, bilim, tajriba kerak. Именно o'sha voqeaga bog'liqlik narsa topiladi, keyin yechiladi. Kimdir sizni, ha, demak sizni mana avlodingiz mana ishni qilgan ekan, siz o'sha yoshligingizda otangizdan nafratlanganingiz uchun eringiz manaqa qilgan ekan deb qo'ygani bu muammoingiz yechildi degani emas. 100 ming marta kovlatmaysizmi ong ostingizni? Hayotingizdagi qarorlar o'zgarmayaptimi? Natija ma'lum bir vaqt bo'lishi mumkin. Qaroringiz o'zgarmayaptimi? E'tibor bering. Qaroringiz o'zgarmayaptimi? Demak, siz doim yana o'sha eski natijani hayotingizga olib kelaverasiz. Hayotga olib kelish uchun, siz xiyonat ko'rishingiz uchun, boshqa qilishingiz uchun qo'shningiz xiyonat qilgan bo'lishi shart emas. Qaysidir bir kinoda aktyor xotiniga xiyonat qilganini ko'rib, nafratlanib qolgan bo'lishi shart emas. Yana nima dey? Hop, eringiz xiyonatkor bo'lishi uchun otangiz xiyonat qilgan bo'lishi shart emas. Ko'p mutaxassislar meni kulgimni qistatadigan gapni aytadi-da, mijozlar. Mana shunaqani istadi deydi. Ya'ni o'xshashini istab yuraveradi. O'xshashi istalmaydi. Bu yerda boshqa sekret bor. Mana bu sekret professional, mutaxassis qo'llaydigan sekret. Mana shu uchun ham mijoz faqat pulini unga to'laydi, bunga ashnaqa qilib yuraveradi. Xullas shunaqa gaplar. Agar siz buni tushungan holatda, bilgan holatda bo'ldi, demak haqiqatan men nima deydi, noto'g'ri kovlatgan ekanman, noto'g'ri yo'nalishda ekanman, konkret menga anaqa kerak, ishlov kerak deydigan bo'lsangiz, avvalambor men birinchi o'rinda shaxsiy ishlashdan oldin diagnostika qo'yib olaman. Diagnostikada o'sha muammoingizni keltirib chiqarayotgan manbani topib, keyin uni shaxsiy seansda qabul qilsam men sizni, keyin uni shaxsiy seansda birgalikda yechamiz. Shunaqa. Xullas, mana shu videoni kommentariyada boshida menga murojaat qilish uchun alohida Telegram profilimni qo'yib qo'yganman. Bemalol murojaat qilaverasiz. Men hammaga javob beraman, erinmayman, lekin hamma bilan ishlamayman. Mijozni tanlab ishlayman. Shunaqa gaplar.